birgina tifl mayda bacha vaqtiki dunyodan ketadi, ikki qabristonlikka ham yeltadiki, komissiyonihoy qabristonlik bularga nima bermaydi? Ijozat bermaydi. Bizlarni o'zimizni mayitimiz o'zimizni murdalarimiz bera qo'yiladi deydi. 3-qabristonlikka bordim. Qablaziki menga qabristonlikka ijozat bersa, telefonni keytdan aytdiki, bor, o'zingiz bilasiz, agar qo'ygan suratingizga javonlarimiz bor, tunda tez insonlar bor bizlarning ichimizga, mumkinki jasadingizni olib chiqarib chiqtirib qo'yib deb bo'lsa-da. Ey aziz otalarim, buni hamisha ulamolardan eshitgansizlarki, bir g'arib kishini agar qannini to'yg'azib bo'lsangiz, ochligini yopib bo'lsangiz, qancha ajr savobda. Va bir kishiki kolosi yo'qdi, g'aribdi, hech bir kasi yo'qdi, shunga kolo olib bersangiz qancha ajr savobi bor. Bor eshitgansizlar. Oyo bir jasad g'arib va faqiriki chandin qabristonlikka yeltilgan, hatto tahdid qilinganki, ko'milgan pillanga ham mayitingni olib chiqtiraman deb, shunday kishilarga zamindor kishilar qabristonlikka molini vaqf qilsa, famodannukum, gumonlaring nimadagi qancha ajr savob eshitsa, qannini ochligini yopsa, ustidagi kolosi yo'q bo'lsa, kolosini yopsa, jasadikim maydonga qolgan pillasiga aytsaki, sohib, men paloncha zaminimda va xotir g'arib va faqir kelganlar uchun vaqf qilaman qabristonlikka desa, buni ajri savobi qancha bo'lsa. O'sha baholi otalarimizga-ki, zamini bor maktabga vaqf qilganda, zamini bor shifoxonaga vaqf qilganda, zamini bor qabristonlikka vaqf qilganda, masjidga vaqf qilganda, Doril-Ifozdaga vaqf qilganda, mana bu holatga bo'ladiki, jomiya oromish va jomiya bor iqtisodiy sarmoyadan yaxshi kishilar.